Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'aqibatu lil muttaqin. As-salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik ustazlar ve kırındaşlar. Bugünkü dersimiz biz aldığınki iki dersi sözlep ötkendek Kur'an-ı Kerimni tilavet kılış ve tefekkür kılış, tedebbür bilen okuş toğrusudaki bazı nasihatlarni o'tirg'a qo'ygan. Bu derste onunki davamını anlatımız. Allama Muhammed Amin Shanqiti rahimahullah shundoq deydi. Hammalarga ma'lumki Alloh taolo Qur'oni Karimni tafakkur qilishga qodir bo'lg'idek tushunchani bersa, katta bo'lgan Qur'on oyatlarini tafakkur qilish bilan mashg'ul bo'lmagan, uni ichib ma'nilarini tushunmagan, maqsadini bilolmagan, uningga amal qilmagan har bir kishi Qur'ondan yuz o'rgan va uni tafakkur qilmagan bo'ladi. U kishi oyatda zikr qilingan koyish dashnamga loyiq bo'ladi. Yuqorida zikr qilingan oyat Qur'oni Karimni tafakkur qilish, ma'nilarini tushunish, o'rganish va uningga amal qilishning musulmonlarga bo'lgan keskin buyruq ekanligini bildirdi. Qur'oni Karimni tafakkur qilishni, tushunishni va oyatlardan bo'lgan Allohning maqsadini bilishni tarq qilishmi Qur'oni Karimni tashlash, tarq qilishning turlaridan bir tur hisoblanadi. Bu Alloh taolaning buni oyatining doirasiga kiradi. Va qala ar-rasulu ya robbi inna qawmi ittakhazu hadal qur'ana mahjura. Oyatning tarjimasi payg'ambar aytdi: "Ey Parvardigorim, shubhisizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi." Furqon surasi 30-oyat. Qur'oni Karimni tafakkur qilish bo'lsa, Allohning kitobiga bo'lgan samimiylik. Payg'ambar alayhisalom din samimiylik deganda sahobalar kim uchun deydi? Payg'ambar alayhisalom Alloh uchun, Allohning kitobi uchun, Allohning rasuli uchun, musulmon imomlar, yetakchilar uchun va umumiy musulmonlar uchun deydi. Allohning kitobiga bo'lgan samimiylik, Qur'oni Karim bo'lsa, butun koinotni paydo qilguvchi Alloh taolaning so'zi bo'lib, uni hammadan bak yaxshi ko'rish, qadrini qilish, ulug'lash, o'qiganda haqiqiy ravishda tilovat qilish, tushunishga bak intilish, tafakkur qilishga bak ko'ngil bo'lish, Qur'onni tilovat qilganda oyatning Alloh taolo yaxshi ko'radigan narsalarni tushunish uchun ma'nilarini talab qilishga to'xtash, va'z nasihatlardan ibrat ilish, hukmlar bilan to'xtash, buyruqlarga amal qilish, cheklamalardan inish qatorliqlar. Qur'oni Karimni tafakkur bilan oz o'qish, uni tafakkur qilmay ko'p o'qigandan afzaldir. Bir kishi Ibn Abbas radhiyallohu anhudan "Men Qur'oni Karimni bektiz o'qiyman, 3 kunda tamom qilaman" deganda Ibn Abbas radhiyallohu anhu u kishiga "Menga sana o'xshash Qur'onni o'qishdan Baqara surasini bir kechada tafakkur qilib, oldirmay tartil bilan o'qish suyimlikdir" degan. Yana Ibn Qayyim rahimahulloh mundaq deydi: "Qur'oni Karimni bir oyatni tafakkur qilib, tushunib o'qish, Qur'oni Karimni tafakkur qilmay, tushunmay to'liq bir tamom qilgandan yaxshidir. Tafakkur qilish qalbga foydalidir. Iymonning hosil bo'lishi va Qur'onning tatliqligini tetishga chaqirdi. Ilgirki salaf olimlarining odati shunday edi. Ularning biri bir oyatni tang yo'rg'icha takrorlaydi. Ibn Qayyim rahimahulloh yana mundaq deydi: "Qur'ondan bir surani tafakkur qilib, ma'nisini bilib, tushunib, chin dili bilan uningga berilib o'qish Alloh taologa Qur'oni Karimni bir o'qib, bir tamom qilgandan yaxshi ko'rilguchidir. Garchi butun tamom qilganning savobi katta bo'lsa-mu, inson chin dili bütün vücudu bilen Allah'a yüzlenip 2 rekat namaz kılıp, namazda kalbini Allah için sap kılsa, bu namaz yukarı sıfatlar tepilmeyen 100 rekat namazdan bekrak Allah'a yaxshi ko'rilguchidir. Gerçi 100 rekat namazdan san cihatte savabı katta bo'lsa-mu. İslam peshvasi Ibn Taymiyya rahimahulloh mundaq deydi: "Qur'oni Karimni tafakkur qilib az o'qish, uni tafakkur qilmay ko'p o'qigandan yaxshidir." Bu to'g'rida sahobalardan ochiq dalil bayon qilingan. Shuning uchun Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan: "Qur'oni Karimni o'qinglar, uning bilan dilinglarni hareketlendiringlar. Sizlarning biringlarning maqsadi surani oxiriga chiqarish bo'lmasin." Imom Ibn Qayyim rahimahulloh mundaq deydi: "Insonning diliga Qur'oni Karimni tafakkur qilib, o'ylanib o'qigandanmi bakrak foydali narsa yo'q. Chunki Qur'oni Karim bo'lsa, ilgirki barliq kishilarning o'rnini jug'lug'uchi, amal qilguvchilarning ahvolini bilguchi va Allohni to'nig'uvchilarning martabasini jug'lug'uchidir. Qur'oni Karim muhabbatni, talpinishni, qo'rqishni, umid qilishni, qaytishni, tavakkul qilishni, rozi bo'lishni, topshirishni, shukr etishni, sabrchanlikni va qalbning boshlanishi va mukammal bo'lishidagi barliq ahvollarni paydo qiladi. Shuningdek, qalbning buzilishi va halok bo'lishidagi barliq sharkat va sifatlarning hammasidan cheklaydi.
İnsan Qur'oni Karimni tafakkur qilib o'qishdagi lazzat foydani bilgan bo'lsa edi, albatta boshqa narsalar bilan mashg'ul bo'lishni tashlab, Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lgan bo'lardi. Qur'oni Karimni tafakkur bilan o'qiganda dilning shifo tepishida ehtiyojli bo'lgan oyatni o'tganda bu oyatni 100 qitim bo'lsa-mu, hatto butun kecha shu oyatni takrorlaydi. Bir oyatni tafakkur qilib tushunib o'qish Qur'oni Karimni tafakkur qilmasdan, tushunmasdan bir qitim tamom qilgandan yaxshidir. Qur'oni Karimni tafakkur qilishga yordam beradigan sabablardan Qur'oni Karimning kattaligi, uning Allohning kalomi, xalqiga avatgan risolasi ekanligini his qilish bilan bo'ladi. Ali roziyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Sizlardan ilgari o'tganlar Qur'oni Karimni Robbining risolasi deb qarab, kechalari o'qib tafakkur qiladi. Gündüzleri onu ameliyleştiretti. İbn Mesud radıyallahu anhu mundaq deydi. Allah Teala'nın ey iman keltirgen müminler degan sözünü anlaganda onu qulağını din tutup anlagın. Çünkü o buyurulgan yaxşılıktır yoki cheklangan yomonlikdir. Qur'oni Karimni tafakkur qilishga yordam beradigan sabablardan Qur'oni Karimni aldirmay, tartil bilan ayirib o'qishdir. Bundaq o'qish, tushunish va tafakkur qilishga chaqirdi. Allah Teala mundaq deydi. Ve Kur'anen faraqnahu litaqra'uhu alen-nasi ala muksin ve nazzalnahu tanzila. Tercümesi Kur'an'ı kişilerge dana okup bir işin için onu bölüp nazil kıldık. Onu tedrici nazil kıldık. Kur'an'ın ayetlerini oyunluş, tefekkür kılış ve onundan ilimlerini çıkarış için aldırmay danım okuş demektir. Huzeyfe radıyallahu anhu mundaq deydi. Men Peygamber aleyhisselam bilen namazga turdum. Peygamber aleyhisselam Bakara suresini başladı. Men içimde 100 ayet okup ruku kıla dedim. Davamlaştırdı. Bir rekatga o'qishi mumkin dedim. Davamlaştırdı. Sure ahirlashganda ruku kıla dedim. Ondan keyin Nisa suresini başlap ahirlashtirdi. Ondan keyin Ali İmran suresini başlap okudu. Peygamber aleyhisselam ayetlerini dana aldırmay okuydu. Allah'ını paklaydigan tesbih ayetlerini okuganda tesbih itaatdi. Sual ayetlerini okuganda sual so'raydi. Panalık tilaydigan ayetlerini okuganda Allah sığınıp panalık tilaydi. Bir kişi İbn Abbas radıyallahu anhuga men Qur'oni Karimni bir kechada bir qitim yoki 2 qitim xatma qilaman degan edi. İbn Abbas radıyallahu anhu men undaq qilgandan faqat bir surani tafakkur qilib o'qishni yaxshi ko'raman. Sen kechada cho'qim o'qimoqchi bo'lsang, oyatni qulog'ing anglaydigan va esingda tutadigan holatda o'qigin dedi. Qur'oni Karimni tafakkur qilishga yordam beradigan sabablardan Qur'oni Karimning tafsirlariga nazar silish, tədrici ügünüş. Qur'on tilovat qilganda mushafning atrofiga yozilgan qisqa tafsirlarni o'ziga hamroh qilish. Qur'oni Karimni tafakkur qilishga yordam beradigan sabablardan Qur'oni Karimni tilovat qilganda butun vujudi dili bilan o'qish. Qur'oni Karimni tafakkur qilishga yordam beradigan sabablardan Qur'oni Karimni ilm so'rnida dars qilish va oyatlarni ko'p takror qilish. Oyatlar bilan bo'lgan aloqa Allohni faklaydigan tasbih oyatlarini o'qiganda tasbih etish. Rahmat oyatlarini o'qiganda Allohning rahmatini so'rash. Azob oyatlarini o'qiganda Allohga sig'inib panohlik tilash. Kechida qiyomda turganda Qur'on tilovatini qilish ko'ngil xotirini to'playdi. Til bilan dilning orasini o'rtoqlashtirdi. Qur'oni Karimni tafakkur qilishdan cheklaydigan sabablardan Allohga osiylik qilish. Bo'libmi takabburlik, havoya vasga agishish, bidatlarga aralashish hammadan bak cheklaydi. Dilni boshqa narsa bilan mashg'ul qilish, g'ofillik, oyatlarning ma'nolarini tushunmaslik, tilovat qilganda bak tez o'qib o'tish qatorliqlardan iborat. Allohning kitobini dilda saqlaganlarga muborak. Shuning bilan u farloq yulduzdek yorug'likqa boshlaydi. Allohu akbar. Nima degan katta ne'mat. Onunğa tartil bilan o'qib, yuqori o'rla deyilish Qur'on uning axloqida shakllanadi. Hareketlari va dili Qur'onga bog'landi. Kecha qorong'uligida tafakkur qilib tilovat qildi. Ko'zlaridan yoshlar taramladi. Bu Allohning kitobini yod qilganlarning sifatlari. Shundoq. Ularning sifatlari bilan axloqlangan. Allah Taoladan bizlarni Qur'on ahlidan qilishni, Qur'onning ma'nolarini biladigan, hukmlarga amal qiladigan, oyatlarni tafakkur qiladigan, belgilimlarda to'xtaydigan haqiqiy mu'minlardan qilishni so'raymiz. Amin. Barliq güzel mediyalar alemlarning Robbi bo'lgan Allohga xosdir. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.